Assalomu alaykum. Bizning bugungi loyihamiz talabalar ovozi deb nomladik. Bu loyihaning birinchi kirish qismi video bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun sizdan talabalar ovozi loyihasidan gender tenglik mavzusida o'z fikringizni eshitmoqchimiz. Birinchi savolimiz, ta'limda gender tenglik degani nimani tushunasiz? Ta'limda gender tenglik bo'yicha masalan kiberxavfsizlik bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa harbiy soha bo'lishi mumkin. Masalan, odamlar o'ylashadi, harbiy soha bo'yicha o'g'illar kerak deydi. Masalan, yo qiz bolaga to'g'ri kelmaydi, masalan, ota-onasi qarshi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa jamiyatdagi odamlar qarshi bo'lishi mumkin-da shu harbiy soha bo'yicha qiz bolani kerak emasligi, boshqa narsa. Lekin bunaqa bo'lmasligi kerak, chunki hozir O'zbekistonda rivojlanib boryapti. Qizlarga ham harbiy sohada masalan politsiya bo'lib chiqish imkoniyatlar bor. O'shanga shuning uchun ham o'sha narsani yo'qotishimiz kerak. Gender tenglik bo'yicha shunga to'g'ri kelib qolsa ajratmaslik kerak-da. Masalan, har bitta qiz bola aksariyatlari masalan kamdan kam chiqadi, harbiy sohaga qiziqqan qiz bola o'shani qiziqqan soha bo'yicha yo'naltirib yuborishimiz kerak. Chunki har bir inson o'zi qiziqqan soha bo'yicha to'g'ri yo'nalish bo'yicha ketaversa, ko'tarilib o'z maqsadlariga sari rivojlanib boraveradi. Ikkinchi savolimiz, sizningcha hozirgi ta'lim tizimida qizlar yuqorida ko'rganimizdek gender tengligi erkak va ayol huquqlari tengligi demakdir. Biz bu loyihada National Pedagogic University of Uzbekistan talabalari bilan o'z fikrlarini tingladik va loyihani talabalar ovozi deb nomladik. Bu talabalar ovozi loyihamizda Hayka Fatima men, Iskandarova Sevinch, Abdujalilov Javohir, Abdurahimova Anora va To'ychieva Sevinch. Asosiy maqsadi va vazifalarini Abdujalilov Javohir tushuntirib beradi. Bizning maqsad bu talabalar, ya'ni National Pedagogic University talabalarining o'z fikrlarini o'rganish, ya'ni gender tengligi bo'yicha ularda qanday bilimga egaligini bilish, hamda ularga gender fikrlarini o'rganish, hamda ularga gender tengligini targ'ib qilish. Bizning vazifalarimiz esa universitet veb-saytidan o'zimiz uchun alohida sahifa ochish, ya'ni buni yuqori ma'muriyatdan so'raymiz. Hamda bir oy davomida kamida 2 ta video yuklab boramiz. Bu bizning asosiy vazifa hisoblanadi. Hamda talabalarni munozaraga jalb qilish, ya'ni ularning fikrini o'rganish hamda ko'pchilikni bu loyihaga jalb qilish, faqatgina bir ayrim spikerlar bilan emas, keng qamrovda talabalarni o'zimiz jalb qilmoqchimiz. Loyihani amalga oshirish bosqichlari asosan 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi tashkiliy va texnik bosqichlar, ikkinchisi kontent yaratish, uchinchisi natijalar va baholash. Endi loyihaning tashkiliy va texnik bosqichlarini bizga aniqroq tushuntirib beradi. Tashkiliy va texnik bosqichlarimiz birinchi navbatda biz bu bosqichda sahifani yaratish va tashkillashtirish ishlari. Birinchi navbatda biz rasmiy xat yoki murojaat tayyorlaymiz. Uni O'zbekiston Pedagogik universiteti ma'muriyati rektoriga gender tengligi mavzusi bo'yicha loyihaning maqsadi va u yerda rasmiy sahifa ochish haqida to'xtalib o'tamiz, ya'ni murojaat qilamiz va undan keyin bo'lim bilan ishlash. Bunda videorolikni axborot texnologiyalari vazirligi bilan gaplashgan holda, ya'ni sahifa ochish, ya'ni O'zbekiston Pedagogik universitetiga o'zimiz uchun loyihamiz uchun sahifa ochish haqida gaplashamiz va unda loyihaga mas'ul kishilar, ya'ni aniq fanlar oliy maktabi bo'limidan bu uchun mas'ul kishi tayinlaymiz va undan keyin sahifamizni joylab olish uchun video taqdim etamiz. Ikkinchi bosqichimiz haqida Sevinch to'xtalib o'tadi. Bizda ikkinchi bosqichimiz kontentni yaratish bosqichlari deb nomlanadi. Asosan bu bosqichda mavzu rejalarini tuzish, ya'ni
biz bir oyda ikkita o'sha videoni sahifamizga joylashtirishni mo'ljallagan bo'lsak, bunda kamida 3 yoki 6 oylik rejalarni oldindan tuzib chiqamiz. Bunda asosan mavzularimiz nomi oiladagi tenglik, ayol va erkak huquqlari yoki da bo'lmasa ta'limdagi o'sha ta'limdagi teng imkoniyatlar mavzusida bo'ladi o'sha videoroliklarimiz. Keyingisi esa spikerlarni tanlash. Ya'ni bunda spikerlar kimlar tomonidan? Ya'ni bunda talabalarni olishimiz mumkin, pedagog o'qituvchilarni yoki ma'muriyat vakillari orasidan aynan biz bergan savollarga to'liq va qisqa javob beradigan notiq spikerlarni tanlab olamiz. Ssenariy va lokatsiya. Ssenariyni biz bergan savollarga aniq maqsad yo'naltirilgan ssenariy tuzib chiqamiz va lokatsiyani universitetimizning qaysi bir qismidagi zamonaviy joyini tanlab olamiz. Tasvirga olish va montaj. Tasvirga olish uchun yaxshi kameralardan foydalanamiz va montaj qilish uchun muhim bo'lgan subtitrlarni, musiqalarni yoki MPU logotipini o'shanaqa komparativ elementlardan foydalanamiz. Ma'muriyatga taqdim etish, ma'muriyatga taqdim qilamiz yoki unga mas'ul bo'lgan shaxsga avval ko'rsatamiz va keyin taqdim qilamiz. Bizda keyingi bosqichni Sevinch tushuntirib beradi. Keyingi bosqichimiz natijalarni baholash va targ'ib etish. Bunda biz ma'lumotlarni, ya'ni video va boshqa materiallarni veb-saytimiz, ya'ni Telegram yoki Instagram sahifalarimizga joylab boramiz. Keyin ularni targ'ibot qilamiz. Bu yerda bizga tushadigan har xil izoh, kommentlarga qarab, o'zimizda qayerda kamchiliklarimiz borligini va nimalardan foydalanishimiz kerakligini o'rganib boramiz. Keyin bu vazifamizni boshqa guruhlarga, ya'ni fakultetlarga ham kengaytirib bormoqchimiz. Bu haqda bizga Javohir tushuntirib beradi. Loyihaning taqdimoti. Loyiha o'zi avvalambor nima uchun kerak? Loyiha talabalar o'rtasida ularning fikrini o'rganish hamda ularda gender madaniyatini to'laqonli shakllantirish uchun kerak. Gender tengligi mavzusida ko'pchilik to'laqonli fikrga ega emas. Aynan masalan shu bo'yicha bilimga ega bo'lgan spikerlar talabalar orqali talabalardan foydalangan holda bu bilimlarni barchaga yoyish, ya'ni veb sahifaga joylangandan so'ng ushbu videoroliklardan kimgadir manfaatli bo'lsa, bu biz uchun foydali, barcha uchun foydali bo'lsa, biz uchun bu ancha yaxshi bo'lardi. Asosiy maqsadi mana shu desak bo'ladi. Loyihaning maqsadi va vazifalari. Loyihaning maqsadi aytganimizdek talabalar o'rtasida gender tengligi haqida to'liq tushunchani shakllantirish. Loyihadan kutilayotgan natijalar, xulosa va murojaatlar. Loyihadan biz loyihani qilganimizdan so'ng masalan ayrim muddat o'tadi, 2 oy, 3 oy, masalan primerni 5-6 ta video chiqaramiz. Videolar universitet ko'lamida keng tarqalsa, masalan asosiy kenglik bilan tarqaladi. Bu tarqalgandan so'ng ayrim talabalarda gender tenglikka bo'lgan fikrlash o'zgarsa, masalan ayollar hamda erkaklar o'rtasidagi munosabatlar qisman avvalgiga qaraganda o'zgarsa, bu biz uchun ayni muddat bo'lgan bo'lardi hamda biz o'z maqsadimizga yetishgan bo'lardik deb hisoblayman. Resurslar. Rasmiy veb-saytga kirish huquqi. Rasmiy veb-saytga kirish huquqi olish uchun biz dastlab dekanatga, ya'ni shu universitet mas'ullariga yuzlanamiz hamda ularga aslida o'zimizning loyihamizni to'liq tushuntirib bergan holda tajriba sifatida yoki ikkita videorolikda ko'rsatamiz hamda ularga ma'qul kelsa shu huquqni o'zimiz uchun olamiz. Spikerlar va mutaxassislarni jalb qilish ma'muriyat ko'magi. Spikerlar asosan talabalar orasidan olinadi, chunki bu loyihamiz o'z nomidan talabalar ovozi hisoblanadi. Minimal jihoz. Biz uchun kerak bo'ladigan videoroliklar kamera, shtativ yoki mikrofon yoki stabilizatorlar kerak bo'lsa, xabarchasidan foydalanamiz qo'ldan kelgancha. Kutilayotgan natijalar shu MPU talabalar orasida gender tengligi bo'yicha xabardorlik darajasini oshirish, ya'ni rasmiy saytga kirishlar sonini ko'paytirish va bu rasmiy saytda o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni, kerakli bo'lgan kandidlarni olish, talabalar va ma'muriyat o'rtasida dialog maydonini yaratish, ya'ni ma'muriyat va talabalar orasida o'zaro muloqotni tiklash.